chiqibdi qizlar. Yo'q. Voy, grant asosida o'qishga qabul qilindi. Voy. Mayli, charchamanglar, uydagilarga xabar berishim kerak. Voy, javoblar chiqibdi. Biz ham kirib ko'raylik. Keling, kirib ko'ramiz. Men ham kiribman o'qishga. Voy, singlim. Tinchlikmi? Nega xafasiz? Ko'rmaysizmi? Mandat javoblari chiqibdi. Yo'q-ey. Tabriklasam bo'ladimi? O'qishga kiribsizmi? Kirishga yo'q kiribman, lekin kontrakt asosida. Buni nimasi muammo? Akam ham kontraktda o'qiydilar. Meni ham kontraktimni to'lash ozgina muammo bo'ladi endi. Bu ham muammo bo'libdimi? Buning huquqiy yechimi bor. Mamlakatimiz prezidentining 2022-yil 7-mart sanasida qabul qilgan oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq barcha xotin-qizlarga keng imkoniyatlar yaratilgan. Bunga ko'ra, oliy ta'lim, texnikum va kollejlarda kunduzgi, sirtqi va masofaviy shaklda tahsil olayotgan talaba qizlarimizga 7 yil muddatga foizsiz ta'lim kreditlari olish huquqi belgilab berilgan. Endilikda siz va siz kabi ayol qizlar to'lov kontraktlarini amalga oshira olmasdan o'qishlarni shunchaki tashlab qo'ymaydi. Yo'q, bunday imkoniyatlar ham bormi? Ha, albatta. Mamlakatimizda siz va biz kabi yoshlarga juda ham keng imkoniyatlar yaratilgan. Bo'lmasam bu haqda darhol uyimdagilarga aytay. Sizga rahmat. Mayli, har bir muammoning o'z yechimi bor. Eng muhimi qonun gapirsin.